kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men oldi bilan o'zimni sizlarga tanishtirib o'tay. Mening ismim bo'lsa Uzchechak. Mushu Qiziltog'ning gul bo'laman. Balkim ba'zi do'stlarimiz biz Qiziltog' bog'chisiga borgan, nada undaq gul bo'lsin deyish mumkin. Lekin Qiziltog' g'unchilari deb anglagansilar? Ha, biz shu g'unchilarimizni ko'paytib, hozir nihoyat cho'ng bog'chaga aylantirib, bu bog'chini sizlarga echib atdik. Men mushu bog'chadagi o'yin xumar gul. Balalar, bu bog'chini sal chaqlamanglar-jimi? Bu sizlar ko'rgan odatdagi bog'chaga o'xshamaydi. Bizning bu bog'chimizda hamma nima bor. Sizlar nima o'ylasanglar, bu bog'chada shuni topqili bo'ladi. Sizlar-chi, bu bog'chaning shunday sehrli joylarini ko'rmadinglar texi. Men sizlarga shunday joylarni ko'rsatish ham sayli qildirish uchun har hafta yakshanba tush vaqti dal soat 12 bo'lganda yuz ko'rishiman. Bu chaqda radioni ichman bilan ko'rishganlar darmonda, ko'rishalmaganlar armonda qoladi-jimi? Oqtosh, ko'ktosh, seriq tosh, daryo bo'yi suzuk tosh. Sening bilan men odosh, o'ynaydigan bola bormi? Oqtosh, ko'ktosh, seriq tosh, daryo digi suzuk tosh. Manga kerak ko'p odosh, o'ynaydigan bola bormi? Bo'lsoq aka inidak, o'yin bo'lar o'yindak, urushmayli cho'jidak, o'ynaydigan bola bormi? Ha? Bu kimdi? Odishingning biriman, o'ynaydigan bolaman, ko'p o'yinni bilaman, o'ynaydigan bola bormi? Kunchiq, kunchiq, optopchiq, xonning qizi yig'labchiq, o'ynaydigan bola bormi? Ba, albatta ba. Keling do'stim, o'ynayli. Adash bulayli. Bir non topsaq tang yeyli. Ayrılmaz do'st bulayli. Assalomu alaykum Uzchechak. Va alaykum assalom Hasan Harisi. Qiziltog' bog'chisiga xush kelibsiz. Rahmat. Men o'ynaydigan do'stlarim yo'q, zerikim. Agar o'ynaydigan jiq do'stlarim bo'lgan bo'lsa, ne ular bilan xushal o'ynab, ularga tatli qasallarni akirib bersam, nimga yaxshi bo'ladi deb tursam, Shamoljon meni mush yerga uchirib keldi. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, do'stlarimiz bilan salomlashib qo'yamsiz. Ma'qul. Assalomu alaykum mo'maq do'stlarim. Sizlarni topganligimdan to'liq xushalman. Men Hasan Harisi. Meni har chaq deb chaqirsanglar bo'ladi. Bundan keyin yaxshi adashlardan bo'layli bo'lamdi. Harchaq, sen bek talaylikkansan. Uning ustiga sen bizning bog'chaga qadam tashrif qilgan tunji mehmon. Shunga sen bir sovg'a beraman. Voh, nimdiga yaxshi. Nima sovg'a? Qara bularga. Bu aynak, qululi qipi, qopoq, cho'gin. Bular bugun sen nima desang shuni qilib berdi. Lekin sen talab qilgan narsadan o'zing yolg'iz bahramand bo'lolmaysan. Hamma bolalar sening bilan teng bahramand bo'ladi. Shunga yaxshiroq o'yinni talab qiljimu? Voh, sehrli cho'gin. Ey, Arichoq, uyqumni buzib etding. Qaynidigina, nima talabing bor? Kechirgin. Menga va barliq bolalarga mashina, aeroplan va tugumas jiq pul. Ondan Ey, Arichoq, cho'ginga qo'lini surkiganlar cho'qim yaxshi niyatlik. Orzusi o'rinliq bo'lsa, o'rinlab beraman. Bo'lmasa, hech narsa bermayman. Nimishqa? Undaq bo'lsa, qo'liqingni ding tutib angla, ha? Buningdan uzun zamonlar ilgari Sadriddin ismli bir davlatman kishi o'tgan ekan. Ular ota-ona, bola-chaqa, navri-chavra hammaylan bir qo'rida yashab, noiti xushal qo'ram ham xotirjam turmush kechirdi ekan. Chunki baxt qushi bu oilada makon tutquli uzoq yil bo'lgan ekan. Kunlarning birida baxt qushi oila boshlig'i Sadriddinga: Men sizlarning oilada uzoq yil turdim. Men bir joyda uzoq tursam zerikib qoladi ekanman.
jahonning boshqa yerlarini aylanib sayohat qilg'im kelyotidi. Şoňa sizlardan ayrılıp ketmekçi boluwatyman. Men ketişden ilgiri sizlar meningdan so'rab ip qildigan narsa bolsa, so'rab ip qalsanglar. Depdi. Sadirden sal o'ylangandan keyin baxt qushiga. Undaq bolsa, sen bana 3 gün möhlet bergin. Men xotin ve bola chaqalarim bilan bosh qo'shib, maslahatlashib, ondan sana loyiqida javob beray. Sadirden oila tavasidagi xotin bola chaqa, navri chavrilarining hammasini yig'ib, ularga baxt qushining aytganlarini yetkazibdi. Sadirdenning cho'ng o'g'li Qadirdan biz baxt qushidan tugamas boylik, chorva mol talab qilaylik. Shundaq bo'lsa, biz yana bayashat yashaymiz, debdi. Sadirdenning ikkinchi o'g'li Badirdan yo'q, biz baxt qushidan cheksiz yer zamin, so'q tugman, bog'varan so'rab ip qilaylik. Shundaq qilsak, yana bayashat yashaymiz, debdi. Sadirdenning cho'ng qizi Shamsiya Biz baxt qushidan ajoyib katta, tuman ming xil turlik mol bilan liq to'lgan do'kon so'rayli. Shunda qilsak jafo tortmay bayashat yashaymiz, debdi. Sadirdenning kichik qizi Qamariya Yo'q, biz baxt qushidan hammadan esil narsa, oltin, kumush, uncha marvoyat so'rab ip qilayli. Shunda qilsak ajoyib boyashat yashaymiz. debdi. U uyan o'ylab, buyan o'ylab, xiyol daryosini bo'ylab to'xtabdi. Xotin, bu maslahatga qatnashmagan yana birasi bormi? deb so'rabdi. Yangi kelin tex bir eg'izm fikr bergani yo'q dadisi. Onimi chaqiringlar. Onu bizning oilaning a'zosi. Onu o'z orzusini aytib baqsin. Shundoq qilib, ular yangi kelinnimi bu maslahatga chaqiribdi. Baxt qushidan nimalarni so'rab ip qolsak bo'lar qizim. Biz baxt qushidan ittifoqlik so'rab ip qilayli dada. Chunki ittifoqlik bo'lsa, hamma ishimiz rivoj topadi. Oilamizga barakat yog'adi. Jidal mojaro, talash tortishlardan xoli bo'lib, yanada hozirgidek baxtlik va yashat yashaymiz. Agar mol dunyo so'rab ip qolsak, sening ko'p, mening oz deb talash tortish qilib, jidal mojarodan qutlanmaymiz. Oilamizdan barakat qochadi. Mana hamda baxt qushidan so'rab ip qoladigan angushlar tepildi. Ha, Sadirdan, sizlar mendan nima so'rab ip qolmoqchi bo'ldinglar? Biz maslahatlashib, seningdan ittifoqlikni so'rab ip qolmoqchi bo'ldik. Sen bizga ittifoqlikni berib ketgin. Ha? Mening sizlardan ip ketmoqchi bo'lganim dal ana shu ittifoqlik edi. Buni yana so'rasanglar, men sizlarga beray. Men sizlarning oiladan ketmay, chunki ittifoqlikning o'zi bir baxt. Men uni sizlarga tashlab berib, o'zim ketanmayman. Shundoq qilib, bu bir oila kishilari bayashatlikda, xushal-xo'ramlikda turmush kechiribdi. Demak, har qanday oila bayashatlikqa, mol dunyoga liq to'lsalar, baxtlik, xotirjam bo'lib ketishini atoyin. Muhimi o'zaro inoqlik. Inoqlik bo'lganda oilada barakat bo'ladi. Barakat bo'lganda hamma ishlar ro'noq topadi. Ko'ngillik bo'ladi. Sizlardek umoq bolalarmi, dadam, opam deb tamtirab sirtlarda qolmaydi. Uqdingmi harichoq? Ha, bildim. Undaq bo'lsa men barliq do'stlarimning oilasining baxtlik, shod-xuramlik ichida o'tishini talab qilib, ularning oilasiga inoq, ittifoqlik, barakat talab qilay. Harichoq, bu sehrlik nurlarni dunyoning hamma yeriga chash. Bu nurlar bilan kishilarning qalbi yo'risin, oilasi nurlansin, inoq ittifoqlikdan hamma ishlari barakat topsin. Nimdiga yaxshi. Hamma do'stlarimning oilasining inoq bo'lib, barakat topishini umid qilaman. Urush jidal bo'lmasin. Bizdek bolalar oila inoqsizligidan yo'qlab qolmayli. Hammaylar xushal o'tayli. Hey, o'zchuchak, bu qulul qepi nimaga shiltimiz? Harchaq, bu qulul qipi to'xtamay naqshi aytadi. Quliqingga yaqin akelsang, sen nimani anglag'ing bo'lsa, u shu naqshni aytib beradi. Quliqingga yaqin akelib anglab baqqina?
yaxshi narsalar ko'p dexe. Bu aynak qarg'ina, bu aynak qarab kulsang, umi tan kuladi. Dada bola ishkaylan bog'chaga beribdi. Dadasi gullik tashlatilgan qog'oz parchasini ko'rsatib turib. Balam, bundaq axlatlarni ko'rsang, terib olib axlat sanduqiga tashlagan. Bo'lamdi, ha? Lekin dada, opam boshqalar tashlayotgan narsani amma degan. Efendim ofisler çağlarında bir qitim jangdan yengilib, oldingi sapdan qaytib kelibdi. Padişah g'azablangan holda xaritini ko'rsatib, mundaq debdi. Efendim, bu qitimki jangda siz intayin cho'ng xatolik o'tkazdingiz. Siz aslida mavi shaharni ilishingiz, ondan mavi qo'rg'onni egallashingiz kerakdi. Efendimchu, mundaq debdi. Aliylari, aytganligingiz nihoyat to'g'ri. Biroq jang maydonida mane debla qo'rg'onni barmoq bilan og'ilib bo'lmaydi ekan. Bir kuni o'qituvchi doim kechikadigan bir o'quvchini tanqidlabdi. Sen her kuni darsxona mashqiga kelmayapsan. İki gapning biri bo'lsa, momam og'riq deysan. Bu gaplaringni anglaverib, ishongim kelmaydigan bo'lib qoldi. Sen meni aldayotamsan ya? Yo'q, nima gapni qildigansiz muallim? Bizmi shu, momam bizni aldayotgandikin deb gumonlanyapmiz. Padişah efendimni o'rniga chaqirtib, barliq vazirlar oldida masxara qilmoqchi bo'pti. Man bugundan e'tiboran Nasriddin apandini eshak beshilik mansibiga tayinladim. Shoyimizning bu mansabdan baginiga hashqallah. Deb cho'nqur ta'zim qilib, podshoning yuqorisidagi o'ringa chiqib o'ltiribdi. Buni ko'rgan podshoh g'azablanibdi. Apandim, siz meningdan yuqori o'rinda o'ltirishga qandoq betindingiz? Fuqarolar tinchlaninglar. Podshoh oliylarining buyrug'iga asosan hozirdan boshlab men o'zimning muqaddas burchimni ado qilmoqchiman. Fuqarolarim o'rninglardan turinglar. Men sizlarni daryo bo'yiga opirib, sayli qildirg'ash o'ltiltib kelay. Savassiz bir mo'may navrisi bilan televizor ko'rayotganda, televizorda Afrikaning bir to'p nomrod fuqarolari ko'rinibdi. Hey balam. Ular kim o? Neymiş qılıvatıdı ular? Ha, mo'ma, ular degan Afrikadagi nomrod odamlar. Qara, ular bakmi bechora ekan. Qara degan gapini sen to'la odam oldima balam. Ular nomrod bo'lsa, puli bo'lmasa, chechini nadik pulga badr qildirdi. Hey Harchaq, Ha? sen mashrabga berib boqqanmi? Bo'g'on. Ham televizorda mi ko'rgan? Sana desam, hamma yerda mashrab bo'pti. Hatto o'rmondagi jonivorlarmi mashrab o'ynab o'tibdi, bog'ing bormi? Voh, nimdiga yaxshi. Albatta bog'im bor. Tezroq boraylik-chi. Yura undaq bo'lsa mang'ayli. Voh, biz mashrabga bordik. Eyyuhan nas, ey xaloyiq! Tez uyinglardan chiqinglar. Bugun o'rmonlikda mashrab o'ynaymiz. Cho'ng kichik hammanglar beringlar. Xo'rozning mo'ng'liq chaqiriqi ona bo'janni texmi jiddiylashtiribdi. Ana! Ana! Ha, mana qo'zam. Onu to'shqan oq bo'janni raddi kiyindirib, do'stlarga qo'shib qo'ydi. Bu kichik do'stlar o'rmonga qarab yo'l oldi. Har yili to'qo bedi yeganda, o'zmi pishoy deganda o'tkaziladigan bu faoliyat bu yil boshqachilik qiziydigandek qiladi. Bo'janlar manga o'tloqdan o'tib o'rmonga keldida to'pga qo'shildi.
Orman ularni qarshi olgandek yenik tavrinatdi. Gullarning xushburuqidan ko'ngil suyinsa, suzuk sularning muңliq kuyidan yurak yayraydi. Jakarchi Qag'iboyning taklif qilishi bilan tang bu qitimliq mashrabning mirshabi hayyor maymunchaq o'tirg'i chiqdi. Hammaning ko'zi mirshab maymunchaqqa uning qo'lidagi beli bog'langan, qo'sqi yog'langan paqiriq talay qopqi tikildi. Maymunchaq qo'lini talay qopqiga silib, terak yaprog'idek kichik bag'oqchidan birini oldi-da, ko'pchilikka jakarladi. Bugungi yigit beshi bo'lsa, aramizda putqili eng chaqqan, chashqan tutishqi mayir Aslan. Ormanda nag'ri sunay navosi ko'tarildi. Qizg'in alqış sadosi ichida putiga qizil o'tik, qutisiga uzun yeshil to'n kiygan Tag'il Aslan sin burtini dingaytqunicha mashrab ahliga salom berib, mashrabni boshlashga ijozat berdi. Mashrab seriq tumshuq o'rdakchanning jo'shqin chavukiga tankash qilingan muңliq naqshisi bilan boshlandi. Butun o'rmon chavak chalmoqda. Tabiat kulmoqda. Mashrab teximi qizmoqda. Shu chog'da mirshab maymunchaq oldirab sahnaga chiqdi. Yigit beshi, helidan beri kuchukchan bilan Aslanxon so'rin ahliga qo'shiq o'qib beramiz deb bak g'alva qilib ketdi. O'zlaricha Oynag'is kelsa o'ynasin. labbay. Undaqda Aslanxon bilan kuchukchan sahnaga marhamat. Men suyiman vatanni. Gül içilgan gülşenni. Azizlayman cinimden ana yurtum ormanni. Mashrab numurlari bara-bara qo'shiqdan usuldan etot serikka ko'chdi. O'rmonning donliq serikchisi Aqko'ngil Kaptarboy dar ustida kaynichilab mengib aqlni lol qilsa, chaqqan o'g'loqday abjil qo'llarini o'ynatib barni yo'q qildi. Mashrab shu yusunda kashkicha davomlashdi. Yigit beshi Aslan bir chaqda mundaq dedi. Halayı mashrabni o'ynadi. Oynapmı? Vardı. Amdi kechkirib qoldi. Biz uylarimizga qaytib aram olayli. Biz to'qim mashrab o'ynadi. Qanmido, ya ketmaymiz. Mashrab ahli tabiatmi uxlasin. Aman bo'lsa kelar yili mush o'rmonda ko'rishayli. O'ynab qolmagan mashrabni shu chog'da o'ynayli. Hammaydan Aslanning fikriga qo'shildi. Ko'pchilik bir aza sama o'ynagandan keyin bir-biriga yo'l boshlab o'rmondan qaytdi. Oq bo'jammu do'stlar bilan xo'shlashib, naqshi aytganicha uyiga qarab maqdi. Harcha, sual. Javob. Bir kuni bir tal olma shoxdan tushib, Imronning beshiga tegdi. Imron qanday qildi? Beshini siladi. Xata. Undaqda xafa bo'ldi. Xata. Amsi nima qildi? Uchu, olmani yevatdi. O'zchechak mundaq qilayli. Do'stlarimizmi tepishmoq deb baqsin. Topqanlar mukofot berayli. Mayli topmay tepishmoqni. Ma'qul, shunday qilaylik. Balalar, undaq bo'lsa, diqqat bilan anglanglar, ha? G'aribga qarab ketayotgan bir kala so'l tarafga 90 gradus burilib mangsa, uning quyruqi qaysi tarafga qaraydi? Qaysi tarafga qaraydi? Yana bir takrorlayman. G'aribga qarab ketayotgan bir kala so'l tarafga 90 gradus burilib mangsa, uning quyruqi qaysi tarafga qaraydi? Qaysi tarafga qaraydi? Qandoq jonivorni o'ltirsa, o'zining qini chiqadi?
qandaq jonivorni o'ltirsa, o'zining qini chiqadi. Özünün qani chiqidi? Qandaq jonivorni o'ldirsa? Javobini topsanglar, bizga xat orqali yo'llanglar. Harcaq. Men ozroq to'ng'igandaq qilaman. Havo bek sovuqmi qandaq? Shundoq. Havo ozroq sovuq. Uning ustiga vaqtimiz to'shib qolg'achqa, bolalarga ayrilish ko'zimiz to'ymayotdi. Shunga bu bog'chining ishchimi bizga bir xil muzlab ketayotgandek tuyulyotdi. Rost to'g'ri deysan. Undaq bo'lsa, oldimizdagi bir haftada havo qandoq bo'ladigandu? Hey, o'zchechak. Bizning havoray guruhidagi hasalarlardan igilishimcha, bu hafta yana sovuq bo'ladi ekan. Eng yuqori temperatura 0 tuvan 11 Selsiya gradus. Tuvan temperatura 0 tuvan 19 Selsiya gradus atrofida bo'ladi ekan. Bolalar, sovuqqa hargiz salqarmanglar, juma yana sovuq bo'ladi ekan. Amsa bolalar kiyimni texmi qildiroq kiyinglar. Sovuq o'tib qilib, zukam bo'lib qolmanglar juma. To'g'ri. Qarang o'zchechak. Men bu nefis kiyib ekanman. Qanotlarim muzlab ketyapti. Harcaq, sen bu qildiroq kiygin. Zukam bo'lib qolsang, bolalarga hasalni kim akilib berdi? Haris bolalar, ota-onanglarga deb qo'yinglar. Ular sizlarni deb ishlayotdi emasmi? Ularni qildiroq kiysin, issiq tomoqlarni yesin. Shundoq do'stlar, hammamiz qalin kiyinayli. Harcaq, bugun ko'ngillik o'ynadingmi? Shundoq ko'ngillik o'ynadim. O'yinga qangansan? Yo'q, pek qonmagan edim. Harcaq, kelar yakshanba o'ynayli bo'lamdi? Yo'q, o'ynamayman. Harcaq, kelar yakshanba o'ynayli. O'ynamayman, o'ynamayman. Ishton paypoq kiymayman. Dadam kampitmamisa, uni dadam demayman. Bugun shunchalik o'ynayli, kampitnimi tanlayli. Kelarki yakshanbada do'stlar yana o'ynayli. Bolalar, sizga chaqchaq qilib qo'ydim o'zchechak. Do'stlar, sizlar bilan ayrilish ko'zim qo'ymay, o'zchechak chaqchaq qilib qo'ydim. Kelar yakshanba kuni birga o'ynayli bo'lamdi. Mana.